Qani 3 mushketyorlar bu yoqqa kelinglar. Sizlarni semirtirish uchun zo'r vitamin ukollar olib kelganman. Akalar, sizlarda ham shunaqangi asov qaysar sho'x boqa boqqansizlar. Vitamin ukol qilaman desalaring qildirmaydi. Bo'yniga arqon tashlaslaring o'zini ko'tarib yerga uradi. Bunday holatda hayvon sizni yoki o'zini mayib qilib qo'yishi hech gap emas. Buni lekin oson yo'li bor. Mana men buni sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Mana bunday Ronomix Perimixlaridan foydalanib vitamin ukollarini effektini olishingiz mumkin. Menga buni eng yoqqan tomoni universal Perimix bo'lib, mayda va yirik shoxli hayvonlarni bolasidan tortib onasigacha bir xil effekt beradi. Buning uchun o'rtacha hayvon uchun 70-80 gram bir kunlik, xohlasangiz 2 bo'lib, xohlasangiz 1 martalik holatda yemiga aralashtirib, osongina oxiriga solib berasiz buni. Eng qizig'i yana buni hayvonni dimog'iga urib qoladigan hidi ham yo'q. Mana shunday oxiriga solasiz, tamom. Bu Perimix universal bo'lganligi uchun buzoq va qo'zilarga berganingizda ularning immunitetini ko'tarib, har xil kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Ishtahasini ochadi va eng asosiysi, o'sib cho'zilishi va semirishida juda katta rol o'ynaydi. Sut yo'nalishidagi sigirlarning sutini ko'paytiradi, go'sht yo'nalishidagi buqalarning semirishiga juda katta yordam beradi. Tarkibida vitamin A, D, E, temir, mis, rux, marganiz, kobalt, selen, kalsiy, magniy, fosfor, natriy, xlor, eng asosiysi oltin gugurtdan bor ekan, qadrdonlar, alohida berib yotmaysiz.